yaşayan insanlar sizlerden iltimos maaş olacağını sog'ayib ketishligiga yordam qilishligingizga ikki yarim yildan beri kasalligi bilan qiynalib kelyapti. Mana shu safar kelganingizga 4 oy bo'lyapti. 4 oydan beri bolamni ahvoli mana shu darajaga kelib qolgan. Sizlardan iltimos mana shu bolamni sog'ayib ketishligiga o'z hissalaringiz, qo'shsalaringiz, bolam displeyni tufayli orqa miyaga qon quyish insul darajasini o'tkazgan. Iltimos mana shu bolamni sog'ayib ketishligiga o'z hissalaringiz qo'shinglar. Asosan olmish 16 yilda yugurayapti. Qancha o'tkazdi. Katta raqamlari sizlarga olajonimga qo'yilgan katta raqam. Sizlardan iltimos mana shu bolamni sog'ayib ketishligiga yordam beringlar. Mana shu bolamni oyoqlari mana shunga qayrilib qolgan, buklanmaydi. 4 oydan beri o'rganimiz soniga yotibmiz. Iltimos sizlardan mana shu bolamni sog'ayib ketishligiga yordam qiling, cho'zinglar. Bolam gapirolmaydi, o'tirolmaydi, yurolmaydi. Iltimos yordam qiling, cho'zinglar. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Qilayotgan ihsonlaringiz Alloh taologa qabul bo'lsin, bardavom bo'lsin.